Birinchi marta ipak qurti boqayotganlar bargni tanachalarni qanaqa qilib berishni bilmasangizlar, mana shunaqa sochib ketaverasizlar. Uni qiynalib, bir donalab berishlar shart emas. Bir xilga hamma joyiga mana shunaqa orasini ochib sochib ketasizlar. Keyin tajribamdan o'tkazgan yana bitta maslahatim, bilmaydiganlar uchun albatta, biladiganlar ular o'zlari yaxshi bilishadi qanaqa qilib boqib yurishni. Mana shunaqangi selofan paketlarga terib, og'zini zichlab bog'lab qo'ysangiz agar 2 kun tursa ham so'limaydi. Barglari bemalol uxlagandan keyin bargingiz ortib qolsa nobud bo'lmaydi. Keyingi safarga bemalol berasiz. Mana men hozir bugun kecha terib kelgan barglarimni ham bugun berganman. Yomg'irda terib kelgan barglarimiz bor edi. Bitta singlim so'ragandilar. Yomg'irga qolgan barglarni terib keldim. Hech narsa bo'lmaydimi bersam deb. Qo'rqmang, hech narsa bo'lmaydi. Har yil ham yomg'ir yog'adi. Ipak qurti boqilayotgan payti o'zi bu ipak qurti o'zi bilan yomg'irli havolarni olib keladi. O'ziga o'xshagan sovuq havolarni olib keladi. Har doim tog' bostirgancha yomg'irga turgan barglarni olib kelib beramiz. Hech narsa bo'lmaydi. Yeydi. Kasallanmaydi, xavotir olmanglar.